Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz geografiya darsidan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi mavzusi bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, o'ylab ko'ringchi. Iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish deganda nimani tushunasiz? Siz 9-sinfda geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fanida bu haqida juda ko'p ma'lumotga ega bo'lgansiz. Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholashda bir qancha mezonlar bor. Bu mezonlar orasida yalpi ichki mahsulot hajmi, aholi jon boshiga hissasi, mamlakat milliy iqtisodiyotining tuzilishi, eksport mahsulotlarining tarkibi aholining turmush darajasi bilan belgilanadi. O'zbekiston juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan, yer osti va yer usti boyliklarga ega bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Agar biz O'zbekistonning tabiiy xaritasiga qarasak, juda ko'plab foydali qazilmalarga boy ekanligiga yana bir bor amin bo'lamiz. O'zbekiston hududida 120 ga yaqin turdagi foydali qazilmalarning 2700 ta konlari mavjud va ular orasida jahon ahamiyatiga ega bo'lgan foydali qazilmalar oltin zaxirasi jihatdan 4-o'rinda, uran 7-o'rinda, molibden 8-o'rinda, mis 10-o'rinda va tabiiy gaz esa 14-o'rinda turadi. O'zbekiston oltin, uran, molibden, mis, tabiiy gaz, kaliy tuzlari va fosfor yetkazib olishda yetakchi o'rinlardan birida turadi. Turli foydali qazilmalarning yirik konlariga asosan Navoiy, Toshkent, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi boy hisoblanadi. Mineral resurslarning ulkan zaxiralari yurtimizdagi rangli metallurgiya, yoqilg'i, kimyo va qurilish materiallari sanoatining keng rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Agroiqlimiy resurslar. Mamlakatimiz joylashgan geografik o'rni juda katta imkoniyatlar yaratadi. Ya'ni dehqonchilik, qishloq xo'jaligi, chorvachilik uchun juda katta zamin hisoblanadi. Mamlakatimiz qishloq xo'jalikni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratuvchi agroiqlimiy resurslarga ega. Vegetatsiya davrining davomiyligi, issiq va quyoshli kunlarning uzoq davom etishi O'zbekistonda paxtachilik, bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik, polistilik kabi yuqori daromadli dehqonchilik tarmoqlari intensiv ravishda rivojlanmoqda. Suv resurslari. Mamlakatimiz hududidan siz yaxshi bilasizki, bir qancha daryolar o'tadi. Asosiy daryolar esa transchegaraviy daryolardir. Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon va bir qancha daryolar. Qishloq xo'jaligi asosan sun'iy sug'orishga asoslangan. Sun'iy sug'orishning albatta mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun ma'lum bir muammolar yuzaga keladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, respublikamiz qishloq xo'jaligi qat'iy darajada suv resurslariga bog'liq bo'lganligi uchun ham bir qancha suv omborlari tashkil etilgan va kanallar qazilib, sug'orma yerlarga suvlar o'z vaqtida yetib borishi ta'minlangan. Mamlakatimizda Toshkent, Andijon, Surxondaryo va Samarqand viloyatlari suv bilan yaxshi ta'minlangan. Mamlakatimiz g'arbida joylashgan, katta qismini cho'llar egallagan Navoiy, Buxoro viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi bu jihatdan ancha murakkab vaziyat shakllangan. Ammo hududlarimizda suv resurslarining yetishmasligiga qaramay, O'zbekiston jahon mamlakatlari ichida sug'oriladigan yerlar maydoni bo'yicha 11-o'rinda turadi. Mehnat resurslari. Siz yaxshi bilasizki, aholining mehnatga yaroqli bo'lgan qismi mehnat resurslari hisoblanadi. Mamlakatimiz
yildan yilga aholi soni ko'payayotgan davlatlardan biridir. Biz quyidagi aholining ko'payish dinamikasidan bu narsani amin bo'lishimiz mumkin. 1990-yilda 20,2 million kishi, 2000-yilda 24,4 million kishi, 2008-yilda 27,1 million kishi, 2019-yilda 33,2 million kishini tashkil etgan. Mamlakatimiz mehnat resurslariga boy mamlakat hisoblanadi. Tabiiy ko'payish ko'rsatkichi respublikada 1,8% ni tashkil etadi. Ayni shu paytda dunyoda tabiiy ko'payish 1,2% ni tashkil etadi. Tug'ilish har 1000 kishi hisobiga 23-24, o'lim esa har 1000 kishi hisobiga 5-6 kishini tashkil etadi. Migratsion qoldiq esa 0,1-0,2% ni tashkil etadi. Yalpi ichki mahsulot. Qisqa davr mobaynida O'zbekiston xalqaro savdo-sotiq munosabatlariga kirishib, milliy iqtisodiyot tarkibini tubdan o'zgartirishga qaratildi. Buning natijasida quyidagi diagrammadan bilishimiz mumkin. 1995-yilda yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi pastroq, qishloq xo'jaligining ulushi esa yuqori. 2000-yilga kelib sanoat ulushi ko'payib borayotgan. 2014-yilda yanada ko'payganligini, 2019-yilga kelib esa sanoat ulushi qishloq xo'jaligidan ancha oldinga o'tib olganini ko'rishimiz mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda avtomobilsozlik, mikroelektronika sanoati, kaliy o'g'itlari va soda ishlab chiqarish, farmatsevtika, shakar sanoati va boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari bunyod etildi. Neft va gaz kimyo tarmoqlarida juda yirik korxonalar ishga tushirildi. To'palangiz, Ustyurt gaz kimyo majmuasi, Xondiza tog' metallurgiya kombinati, Dehqonobod kaliy zavodi, Xorazm avtomobil zavodi, Zafarobod sement zavodi va boshqa muhim ishlab chiqarish obyektlari qurib bitirildi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. G'alla maydonlari kengaytirildi. Bug'doyning yalpi hosili 3,5-4 baravar oshirildi. Qisqa vaqt ichida mamlakatimiz don mustaqilligiga erishildi. Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga katta e'tibor qaratildi. Sabzavotchilik, kartoshka yetishtirish, bog'dorchilik, uzumchilik, go'sht sut chorvachiligi kabi qishloq xo'jalik tarmoqlari rivojlantirildi. O'zbekiston uzum, poliz ekinlari, ayrim mevalarni yetishtirish va eksport qilish bo'yicha jahondagi yetakchi mamlakatlar qatoriga kirdi. Shuningdek, O'zbekiston qishloq xo'jaligida an'anaviy ixtisoslashgan tarmoqlar, paxtachilik, pillachilik, qorako'lchilik bilan o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Paxta hosili bo'yicha 6-o'rinda, paxta eksporti bo'yicha esa 3-o'rinda, ipak ishlab chiqarish bo'yicha 6-o'rinda va qorako'l teri ishlab chiqarishda esa jahonda 2-o'rinda turadi. Transporti. Mamlakat transport tizimi rivojlanishida ham katta salmoqli natijalarga erishildi. Buning eng ahamiyatlisi respublika temir yo'l transporti tizimining bir butunlikka erishildi. Ya'ni respublikamizning barcha hududlarida temir yo'llar orqali bog'landi. Bu mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etdi. O'zbekiston hududi shimoli-g'arbdan janubiy sharqqa tomon uzoq masofada, yuzlab kilometr masofada cho'zilganligi hamda davlat chegaralarining o'ziga xos shaklda tog' tizmalari va keng yastanib yotgan cho'llar orasidan o'tganligi
hisobga olsak, murakkab strategik ahamiyatga ega bo'lgan temir yo'l tizimiga ega bo'ldi. Surxondaryo viloyati hududi Toshguzar, Boysun, Qumqo'rg'on, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi, Uchquduq, Miskin, Nukus, Farg'ona vodiysi, Angren-Pop temir yo'llari qurilishi bilan O'zbekistonning yagona temir yo'llar tarmog'i bilan bog'landi. Konemex, Miskin temir yo'li Urganchdan xalqaro turizm markazi hisoblangan Xiva shahriga tomon temir yo'l qurildi. O'zbekiston temir yo'llarini elektrlashtirish va tezyurar poyezd yo'nalishlarini barpo etish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Toshkent-Samarqand, Toshkent-Buxoro, Toshkent-Qarshi yo'nalishlari bo'yicha Afrosiyob tezyurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi dengiz portiga bir necha yo'nalishda ishonchli chiqish yo'llariga ega bo'lish, Yevrosiyoning turli qismlaridagi regional transport tizimlari bilan bog'lanish orqali iqtisodiy geografik o'rnining tranzit imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish maqsadida transport sohasida Turkiston, Ozarbayjon, Gruziya, Eron, Ummon kabi davlatlar bilan keng qamrovli o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Dunyoning 140 taga yaqin davlatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasining eng muhim savdo hamkorlari qatoriga Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Qozog'iston, Koreya Respublikasi, Turkiya va Yevropa mamlakatlari kiradi. Mamlakatimiz hududidagi katta imkoniyatlarni amalga oshirish maqsadida ichki hamda tashqi investitsiyalarni, sarmoyalarni olib kirish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan. Bu erkin iqtisodiy zonalar Navoiy, Jizzax, Angren, Qo'qon, Urgut, G'ijduvon, Hazorat shaharlarida bunyod etildi. Albatta, bu mamlakat hududida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va uni jahon bozoriga olib chiqish uchun katta imkoniyat demakdir. Hozirgi kunga kelib, bu hududlarda ichki va tashqi sarmoyalar ishtirokida yuzlab yangi ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari respublikaning har bir tuman va viloyat imkoniyatlaridan umumdavlat va hududiy manfaatlarda oqilona foydalanib olishga bog'liq. Mamlakatimizdagi yer osti va yer usti boyliklari, tabiiy va agroiqlimiy resurslardan unumli foydalanib, yalpi ichki mahsulot hajmida sanoat mahsulotlari ulushini ko'paytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishamiz. Davlatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash, yalpi ichki mahsulotning umumiy va aholi jon boshiga nisbatan hajmi, milliy iqtisodiyotning tarmoqlar tarkibi, eksportning tovar tarkibi hamda mamlakatimizning xalqaro iqtisodlashuvi turli ko'rsatkichlar bilan belgilanadigan aholining turmush darajasiga bog'liq ekan. Bu bosqichda sanoat, intensiv qishloq xo'jaligi, turizm, transport rivojlanish, ijtimoiy sohalar aholining turmush darajasini yaxshilash orqali erishamiz. Aziz o'quvchilar, bugun biz mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi haqidagi ma'lum bir tushunchalarga ega bo'ldik. Quyidagi savollarga javob berishga harakat qilib ko'ring. Mamlakatimizning qaysi hududlarida erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan? Mamlakatimizda sanoatning qaysi tarmoqlarini rivojlantirish deb hisoblaysiz? Kelajakda mamlakatimizni qaysi sohalarni rivojlantirishda o'z hissangizni qo'shmoqchisiz? Aziz o'quvchilar, mustaqil bajarish uchun topshiriq.
32-mavzuni o'qing, savollarga javob yozing. Albatta, yozgan javobingizni o'qituvchingizga jo'natishni unutmang. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.